Assalomu alaykum aziz dindoshlar, kirib kelayotgan Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Bugungi darsimizda qurbonlikka oid eng muhim bo'lgan 27 ta savol-javobni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala: qurbonlik qilinadigan hayvonlar. Qurbonlik qilinadigan hayvonlar payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomonidan tayin qilib berilgan. Ular tuya, qoramol, qo'y va echkidir. Undan boshqalarini qurbonlik qilish makruh tahrimiydir. Zimmasiga qurbonlik vojib bo'lgan inson, misol uchun tovuq qurbonlik qiladigan bo'lsa, u qurbonlik ado bo'lmaydi. Demak, qurbonlik qilinadigan hayvonlar tuya, qoramol, qo'y va echki ekan. Ikkinchi masala: agar faqir va miskin kishilar ko'p bo'lsa, ko'p go'sht qiladigan hayvonlarni qurbonlik qilish afzaldir. Agar zaruratmand kishilar oz bo'lsa, qimmat va go'shti shirinini so'yish afzal hisoblanadi. Uchinchi masala: bitta semiz jonivorni so'yish ikki ozg'in hayvonni so'yishdan afzal hisoblanadi. To'rtinchi masala: urg'ochi jonivorlarni qurbonlik qilish joiz, lekin erkagini qurbonlik qilish esa afzal hisoblanadi. Beshinchi masala: birovni omonatga qo'ygan mablag'ini jonlik olib qurbonlik qilish joiz bo'lmaydi. Avval ijozat olib, keyin sotib olsa joiz bo'ladi. Oltinchi masala: qurbonlikka deb sotib olingan qo'yni yungini olish joiz emas. Agar yungini olib qo'ygan bo'lsa, yungini qiymaticha sadaqa qilishi vojib bo'ladi. Qari sigir va soliq qo'ylarni qurbonlik qilish joiz. Yettinchi masala: gangir qo'yni gangir boshligi o't-o'lanni yeyishdan man qilmasa, ularni qurbonlik qilish joiz bo'ladi. Sakkizinchi masala: mol to'liq 2 yoshga to'lmagan bo'lsa yoki 2 yoshga to'lishiga 2 kun qolgan bo'lsa, uni qurbonlik qilish joiz bo'lmaydi. 9-masala: nasiyaga olingan jonivorni qurbonlik qilish joiz bo'ladi. Diqqat qilamiz, bu yerda nasiya deyilgan, kredit emas. 10-masala: qurbonlik qilinadigan jonivorni oldin sotib olib, boqib turishi afzal hisoblanadi. 11-masala: qurbonlik qilinadigan jonivorlarning yoshi mol va qotoslarda to'liq 2 yosh, tuya 5 yosh, qo'y va echki 1 yoshdir. Agar bulardan 1 kun ham kam bo'lsa, qurbonlik qilish joiz bo'lmaydi. Lekin 1 yoshga kirmagan qo'yning jussasi 1 yosh qo'y jussasichalik bo'lsa, ya'ni 6 oylik qo'zi 1 yoshlik qo'y jussasichalik gavdasi bo'lsa, uni qurbonlik qilish joiz bo'ladi. Lekin 6 oyga to'lmagan qo'zini jussasi 1 yoshlik qo'y kabi bo'lsa, uni qurbonlik qilish joiz bo'lmaydi. 12-masala: 1 yoshga kirgan qo'yning jussasi kichik bo'lsa-yu, lekin 1 yoshga to'lganligi aniq bo'lsa, qurbonlik qilish joiz bo'ladi. 13-masala: qurbonlik qilinadigan jonivorlarni terisi kuyib qolsa va u go'shtgacha yetib borgan bo'lsa, qurbonlik qilish joiz bo'lmaydi. Agar jarohat go'shtga ta'sir qilmagan bo'lsa, qurbonlik qilish joiz. 14-masala: homilador hayvonlarni qurbonlik qilish joiz, lekin tug'ishga yaqin qolgan jonivorlarni so'yish makruhdir. Agar homilador jonivorni qurbonlik qilgandan keyin bolasi tirik chiqsa, uni so'ygandan keyin yeyishlik halol bo'ladi. Agar so'yishdan oldin o'lib qolsa, go'sht harom bo'ladi. Agar homilador hayvonni qurbonlik qilgandan keyin bola tirik chiqsa va so'yilmay yashab ketsa, uni sadaqa qilish vojib bo'ladi. Agar uni boqib, katta bo'lganda qurbonlik qilsa, zimmasiga vojib bo'lgan qurbonlik ado bo'lmaydi va go'shtini hammasini sadaqa qilib yuboradi. 15-masala: qo'tir tushgan hayvon semiz bo'lsa, qurbonlik qilish joiz bo'ladi. Qo'tir go'shtga ta'sir qilib, hayvon ozib ketgan bo'lsa, u hayvonni qurbonlik qilish joiz bo'lmaydi. 16-masala: bichilgan qo'y, ho'kizlarni qurbonlik qilish hech qanday karohiyatsiz joizdir. 17-masala: xunasa jonivorni qurbonlik qilish joiz emas. 18-masala: tamg'a bosilgan jonivorni qurbonlik qilish joiz. 19-masala: qo'y 1 yoshga, mol 2 yoshga va tuya 5 yoshga to'lgan bo'lsa-yu,
lekin ba'zi bir chiqishi kerak bo'lgan tishlari chiqmagan bo'lsa, qurbonlik qilish joiz bo'ladi. Chunki muddat to'liq bo'lishi shart. Tishlarni to'liq chiqqan bo'lishi esa shart emas. 20-masala. Qurbonlik qilinadigan jonivorlarni suti sog'ilmaydi. Agar sog'ib qo'yilsa, sutini yoki uni qiymatini sadaqa qilib yuborishi lozim. 21-masala. Qo'y bilan qo'shib olingan arqonni sadaqa qilib yuborish mustahabdir. 22-masala. It, cho'chqa kabi go'shti halol bo'lmagan jonivorlarni emib katta bo'lgan hayvonni qurbonlik qilish joiz. 23-masala. Tug'ma shoxsiz jonivorni qurbonligi durust bo'ladi. Shuningdek, shoxi singan bo'lsa-da, lekin shox tak tubi bilan singan bo'lsa, uni qurbonlik qilish joiz bo'lmaydi. 24-masala. Nisob egasi bo'lgan kishi qurbonlik qilish maqsadida hayvon sotib olsa, so'ng qurbonlikka yaramaydigan ayb bilan ayblanib qolsa, zimmasiga ayibsiz boshqa qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Agar faqir kishi qurbonlik niyatida jonivor sotib olsa-yu, lekin qurbonlikka yaramaydigan bo'lib, aybdor bo'lib qolsa, boshqa sotib olishi joiz emas. 25-masala. Boy, faqir ikkisi ham qurbonlik qilishni nazar qilib, hayvon sotib olsalar, keyin u hayvon qurbonlikka yaramaydigan ayb bilan ayblansa, ikkisini zimmasiga boshqasini sotib olishi joiz bo'ladi. Qurbonlikka yaroqli jonivor sotib olib, so'yish vaqtida qurbonlikka yaramaydigan bo'lib qolsa, masalan, yiqilayotib oyog'i sinib qolsa, ko'zi ko'r bo'lib qolsa, boshqa olishi joiz emas. 26-masala. Hayvonlarni yoshini to'lishi qamariy hisob e'tiboridan bo'ladi. Masalan, Ramazondan Ramazongacha, qamariy yil shamsi yildan 11 yoki 12 kunga farq qiladi. 27-masala. Qurbonlik qilinadigan hayvonlar 3 qismga bo'linadi. Birinchi, tuya, erkak va urg'ochisi. Ikkinchi, mol, qo'tos, erkak urg'ochisi. Uchinchi, qo'y, echki, erkak urg'ochisi. Bulardan tashqari, jonivorlarni jumladan ot, go'li, kiyik, tovus, xo'roz kabilarni qurbonlik qilish bid'atdir. Qurbonlikka oid 27 ta masalamiz shulardan iborat edi. Yana sizda savollaringiz bo'lsa, video ostida yozib qoldirsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, ushbu savol-javoblar hammasi rasmiy savollar.islom.uz saytidan olindi. Manba sifatida video ostida olingan manbasini ilova qilib ketamiz. Yana bir bor kirib kelayotgan Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun Telegramdan biron bir insoningizga tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling.